Kuperoz bu rozatsiyani birinchi stepeni. Agar kuperozni shundoq qoldirsanglar, vaqtida qaramasanglar, rozatsiyaga aylanadi. Rozatsiya уже воспалительный protsess bo'ladi. Keyin воспалительный protsessdan deformatsionniy protsessga aylanib ketadi. Yuzingizda deformatsiya paydo bo'ladi. Google'ga kirsanglar, nimaligini shundoq o'qib olasizlar. Что это такое? Поэтому vaqtida домашний уход qilamiz, vaqtida mezokokteyllar olasizlar. Именно rozatsiya kuperozga taalluqli kerakligini. И fototerapiya yaxshi ishlaydi. IPL bilan Vivim. Apparat tanlashda ham yaxshi apparat tanlaymiz. Yaxshi spetsialist tanlaymiz. Apparati bor ekan, menda fototerapiya bor ekan deb yugurib borib qilib kerak degan emas. Spetsialist yaxshi apparat arzon turmagan. O'shaning uchun ham narxlar o'ynaydi. Kimdadir balkim 500 mingdir, kimdadir 1 milliondir, kimdadir undan ham sal qimmatroqdir. Apparatda ham hamma ishlashni bilmaydi, к сожалению. Поэтому spetsialist tanlayotganlaringizda baribir ahamiyatliroq bo'linglar. Ahamiyat beringlar, kimga borayotganinglarni ko'rib chiqinglar, ishlarini, odzivlarini o'qib chiqinglar.